Tuzlarga ta'rif beramiz. Metal atomi va metal atomidan keyin bo'lishi mumkin NH4. Ya'ni ammoniy gidroksidi. To'g'ri, ammoniy kationi. Ammoniy kationi va o'qishlar K qilib qo'yaman. Bu kislota qoldig'i degani. Kislota qoldig'idan tashkil topgan murakkab moddalar. Demak, nima deyiladi? Tuzlar deyiladi. Yaxshi. Tuzlar deyiladi o'quvchilar. Xo'p, tuzlar e'tibor berib turasiz. Tarkibiga ko'ra 6 xil bo'ladi. Maktab darslarida 5 xil, 7-sinf darslarda 4 xil bergan bo'lishi mumkin. Lekin biz o'rganadigan, testda ko'proq tushadigan tuzlar xillari oladigan bo'lsak, 6 xil bo'ladi. Xo'p, birinchi tuz sinfi o'rta tuz. O'rta tuzki tarkibida metal hamda kislota qoldig'idan tashkil etilgan. Ikkinchi tuz sinfi borki, yoshlar, nordon tuz. Nordon tuz. Tarkibi metal hamda vodorodli kislota qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. Uchinchi tuz sinfi asosli tuz. Asosli tuz. Tarkibi metal, gidroksil gruppa hamda kislota qoldig'idan tashkil etilgan. Tarkibiy qismlar mana bunday holatda o'zaro bir-biridan farq qiladi. Yana to'rtinchisi. Xo'p, qo'sh tuz. Tarkibida 2 xil metal hamda kislota qoldig'idan tashkil etilgan bo'ladi. Beshinchisi, xo'sh, aralash tuz. Aralash tuzki, unda metal 1 xil bo'ladi, lekin kislota qoldig'i 2 xil bo'lishi mumkin. Va so'nggisi esa, yoshlar, xo'p, 6-inchisi kompleks tuz. Kompleks tuzki, bunda tashqi sfera bo'ladi va ichki sfera bo'ladi. Ya'ni 2 xil metal bo'ladi va kislota qoldig'i degan soni va bunda kompleks, ya'ni to'rtburchak katta qavs bo'ladi. Ana shuning uchun buni kompleks tuz deb qo'yadi. Biz birinchi bo'lib o'rta tuzlarni ko'rib chiqamiz, yoshlar. Birinchi tuz sinfi demak o'rta tuz. O'rta tuzlar. O'rta tuzlarni boshqacha qilib normal tuz desa ham ajablanmaysiz. Tarkibi ko'rinishida aytganimizdek metal hamda kislota qoldig'i. Toza, vodorodlarsiz, gidroksid guruhlarsiz, tozasi o'rta normal tuzki, buni nomlayotganingizda albatta birinchi bo'lib metalning nomini aytasiz va shu metalni tegishli valentligini aytib o'tib ketasiz. Sizda Rim raqamida qavsga olasiz. Qachonki o'zgaruvchan bo'lsa, o'zgaruvchan valentli metallarni tuzlar yozganingizda metal nomidan keyin albatta valentligini, tegishli valentligiga ketish kerak. O'zgarmas bo'lsa valentligini yozish, qavsga olish shart emas. Aynan o'zgaruvchan valentliklarga nisbatan aytyapman. Va plus so'ngida kislota qoldig'i nomi. Yaxshi.
Xo'p, metal sizga muammo emas. Valentliklarni o'rganib chiqamiz, lekin kislota qoldig'iga ko'pchilik ikkilanishi mumkin. Biz sizlar bilan kislotalar mavzusini o'tdik. Keling, kislota qoldig'iga ozgina to'xtalamiz. Kislota qoldig'i nima? Kislota qoldig'i kislotani vodorodsiz vodoroddan keyingi qoldiq kislota qoldig'i deyiladi-da. Kislota qoldig'i. Kislotaning vodorodsiz ko'rinishi. Misol uchun eng osondan boshlaymiz. Ftor. Bu bilasiz, ftorid kislota. Nima bu? Kislota. Endi buni vodorodsiz yozsam, ftorni o'zini yozsam, bu mana bu yerga bitta vodorod chiqib ketganini ifodalovchi belgi minus ishorasini qo'yaman-da. Bu kislota, buni nomi ftorid bo'ladi. Ya'ni ftorid kislota qoldig'i bo'ladi. Kislota qoldig'i bo'ladi. Endi misol uchun bu endi ftorid. Agar ikkita vodorod saqlagan sulfat seta kislota qoldig'ini, kislota qoldig'ini yaratmoqchi bo'lsam, bu sulfat kislota. Endi vodorodsiz yozaman. SO4. 2 minus qilib qo'yaman. Ya'ni ikkita vodorod chiqib ketdi. Va valentligi e'tibor berasiz. Mana shu chiqib ketgan vodorod soniga teng bo'ladi. Mana bu yerda ftorid kislota qoldig'ining valentligi 1 bo'ladi. Ftorid kislota qoldig'i. Endi bu ikkita vodorod chiqaryapti. Demak, buning valentligi necha bo'ladi? 2 valentlik bo'ladi. Xo'p, sulfat kislota qoldig'i. Tushunyapsizmi? Qiyin emas. Agar vodorod 3 ta bo'lgan ortofosfat kislota yoki fosfat kislota, fosfat kislota quyidagicha yozilgan bo'lsa, agar uni vodorodsiz ko'rinishini yozadigan bo'lsam, PO4 3- anion bo'ladi-da va buni valentligi necha bo'ladi o'quvchilar? 3 bo'ladi albatta. Nomi fosfat. Demak, kislota qoldiqlari nomi tegishli kislota nomi bilan bir xil atilar ekanda va ular tegishli valentlikka ega bo'lar ekan. Nimaga nisbatan valentlik olinyapti? Vodorod soniga nisbatan. Bitta vodorod bormidi? 1 valentlik. Ikkita vodorod bormidi? 2 valentlik. 3 ta vodorod bormidi tegishli kislotada? Demak, bu qolgan vodorodsiz kislota qoldiqlari 3 valentlik. Ya'ni vodorod chiqib ketgandan keyin joy bo'shayapti-da. Bitta vodorod chiqib ketdi, bitta joy bor degan ma'nodan ketadi. Sulfat kislotadan ikkita vodorod chiqib ketdi. Ikkita joy bor, 2 valentlik. Fosfat kislota qoldig'i esa 3 valentlik bo'ladi, 3 ta joy bor metal uchun. Metal bilan almashinish uchun. Demak, mana kislota qoldig'ini ham ko'rib oldik. Keling, siz bilan birinchi tuz ko'rib chiqamiz. Natriy metali. Bilasiz, o'zgarmas 1 valentli. Va e'tibor bering, bunga kislota qoldig'ini biriktiraman. Chunki bizda asosiy metal hamda biz o'rta tuz yozyapmiz-ku. Metal hamda kislota qoldig'ini biriktirsam, menda o'rta tuz bo'ladi dedik. Demak, kislota qoldig'i sifatida xloridni olsam, maylimi? Buni ham valentligi 1 bo'ladi. Nimaga desiz? Xlorid kislotada nechta vodorod bordi? Xlorid kislotani eslab olarkan. Buni kislota qoldig'ini valentligini aytishdan, xlorid kislotaning bu kislota qoldig'i kimlikligini eslab olamiz. Bu bitta vodorod bersam, xlorid kislota bo'ladi. Bir negizli bitta vodorod bo'lgan kislota bo'ladi. Endi vodorodsiz yozyapman, demak buni valentligi necha bo'ladi? 1 bo'ladi. Ikkovi ham bir xil valentlik bo'lsa, xuddi oksidlarga o'xshab bir xil valentli elementlar valentliklari qisqaradida, indeks qo'yilmaydi-da. Moddaning nomi natriy metal, birinchi metal nomi. Keyin kislota qoldig'ini yozaman va valentligini aytib o'tkazaman. Yo'q. Nimaga aytmayman? Chunki natriy valentligi o'zgarmas. Buni nomi natriy xlorid. Natriy xlorid. Va buni siz bilasizki, osh tuzi. Osh tuzi bu aynan tarkibi, biz iste'mol qiladigan osh tuzimizning tarkibi natriy xlorid ekan. Ikkinchi misol. Kamida 5 ta misol yozamiz, xudo xolasa. Xo'sh. Xo'sh, 2 valentli misol dedik. Xromda aynan 2 valentligi kislota qoldig'iga dedik, nitrat dedik.
Xrom bilamiz, faqat ikki valentlikda namoyon qilmaydi. Uni valentliklari 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin va 6 valentlik bo'lishi mumkin. Va nitrat kislota. Bu nitrat kislota qoldiq-ku, ko'rinishiga e'tibor berasiz. Kislota qaysi kislotaga o'xshayapti? Nitrat kislotaga o'xshayapti, lekin vodorodi yo'q. Demak, ona shu bir dona vodorod bor-ku, ana shu chiqib ketgan vodorod buni valentlikni ifodalaydi. Bu 2 valentlik, bu 1 valentlik. 2 ni 1 ga bo'lsak, bu yerga 2 tushadi, faqat bu 2 umumiy. Ya'ni ham kislorodga, ham azotga tegishligini ifodalash uchun kislota qoldig'ini, mana bu bir yo vodorod, azot yoki kislorodniki emas, umumiy valentlik-ku. Mana bu almashayotgan paytda tushayotgan indeks ham, mana xromda ikkisi bu yoqqa tushadi, bir yozilmaydi. Tushayotgan indeks ham kislota qoldig'iga umumiy bo'lishi kerak. Endi nomlayotganda e'tibor beraman. Xrom deyman. Va bu yerda agar xrom nitrat deb qo'ysam, xrom nitrat deb qo'ysam, siz agar diqqatli bo'lib turgan o'quvchi so'raydi. Xromda necha nitrat domla? Xromda o'zgaruvchanmi? Xrom 2 valentlik ham bo'lishi mumkin, 3 valentlik ham, 6 valentlik ham bo'lishi mumkin desa, mana bu yerda birikmada 2 indeks tushdimi? Demak, bu xromda necha nitrat bo'ladi? 2 nitrati deb aytaman keyin. Tegishli birikmada xromda 2 nitrati bo'ladi. 3-misol. Misol uchun temirni 3 valentligini olaylik. Deylik, sulfat kislota qoldig'i bilan biladi. Temir 3 valentlik, chunki lekin temir ikkisi ham bor, 3i ham bor. Aynan biz necha valentlik olibmiz? 3 valentlikni olibmiz. Demak, valentlikni aytib ketamiz. O'zgaruvchan valentlik. Endi sulfat kislota qoldig'i. Sulfat kislotada nechta vodorod bor edi, o'quvchilar? Sulfat kislotada 2 ta vodorod bor, lekin mana bu vodorodsiz yozishimiz kerak, chunki kislota qoldig'i vodorodsiz degani. Endi bu 3 valentlik ekan, bu 2 valentlik ekan. Bular bo'linadimi bir-biriga? Yo'q, bo'linmaydi. Demak, nima qilish kerak? Bularni almashtirishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bu kislota qoldig'ining valentligi temirga indeks bo'ladi. 3 esa kislota qoldig'i sulfatga umumiy indeks bo'ladi. Nomi temir 3 sulfati. Yaxshi. 4-misol. Deylik, kalsiyda pirofosfati. P2O7. Xo'p, kalsiyda o'zgarmas 2 valentlik ekanligini bilasiz. Hamma biladi. Pirofosfat kislotada nechta vodorod bor, o'quvchilar? H4P2O7. Demak, pirofosfat kislotada 4 ta vodorod bor edi. Ana shu 4 bu kislota qoldig'ini valentligini ifodalaydi. Demak, bu necha valentlik? 4 valentlik. Demak, 2 bilan 4. 2 ni 4 ga emas endi bu yerda. Kattasini kichigiga bo'lamiz. Ya'ni yoki qisqartiramiz. Mana buni qisqartirsak, bu yerda 1 qoladi. Bu yerda esa 2 qoladi. Ya'ni 4 bilan 2, 2 ga 1 qisqaradida, endi almashtirasiz. Mana bu 2 ni mana bu yerga qo'yasiz. 1 da yozishimiz shart emas. Bu moddaning nomi kalsiy pirofosfat bo'ladi. Bo'ldi, tamom. Nimaga valentligini aytmadim? Chunki kalsiyning valentligi o'zgarmas. Bir qancha aynan o'rta tuzga doir bir qancha misollarni biz Telegram guruhimizga joylab qo'yganmiz. Bu siz uchun topshiriq bo'ladi. Aynan o'rta tuzlarni mustahkamlab olish uchun sizga xudo yetarli ma'lumot bor. Demak, o'rta tuzlar mana shunaqa bo'ladi. Demak, o'rta tuzlar faqat metal atomi bilan kislota qoldig'ini tashkil bo'lar ekan. Normal tuz ham deyilar ekan va kislota qoldiqlariga metallarni o'zaro birikishi va valentligiga mos holda indekslarni almashtirib, ya'ni birikma hosil qilishi natijasida o'rta tuzlar hosil bo'lar ekan. Bular o'rta tuz edi. Ikkinchi tuz sinfi borki, bular demak nordon tuz. Yoshlar buni bu moddani boshqacha qilib gidro yoki kislotali tuzlar desa ham yoshlar ajablanmaysiz. Hamma nom bitta ma'noga ega, ya'ni bir xil tuz sinfini ifodalaydi va tarkibi metal atomi hamda vodorodli kislota qoldig'idan tashkil topgan. Va bu yerda metal bilan vodorod kislota qoldig'i alohida qismlarda turadi va valentliklar mana bunday bo'ladi. Misol uchun bu valentligi X bo'lsa, bu valentligi Y bo'lsa, bu almashtiradi, Y metalga tushadi, tegishli metalga to'g'ri keladi. X esa bu kislota qoldig'ini umumiy olib turib
Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni almashtirganda metalning valentligi kislota qoldig'iga umumiy tushadi, yigrik esa metalga tushadi. Ya'ni bu yigrik nima? Vodorodli kislota qoldig'ining valentligi. Va biz nomlar ekanmiz, albatta metal nomi va metalning valentligi qachon o'zgaruvchan bo'lsa va valentligidan keyin agar vodorod soni bir dona bo'lsa gidro, agar vodorod soni ikkita bo'lsa dihidro, agar vodorod soni 3 dona bo'lsa trigidro qo'shimchalari bilan vodorod soniga mos holda keyin kislota qoldig'i nomi aytiladi. Endi biz vodorodli kislota qoldig'ini qanday hosil qilamiz? Mana shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Metal chunki qiyin emas, metal valentligiga mos holda bo'ladi. Lekin vodorodli kislota qoldig'ini valentligini qanday aniqlaymiz? Demak, vodorodli kislota qoldig'i nomi. Va shu yerda men aytgancha bir narsani aytib o'tishim kerak, qolib ketmasin. Diqqatli joy bor. Diqqat. Hamma e'tibor bermasangiz bo'lmaydigan joy borki, diqqat. Xo'p, yaxshilar. Bir negizli kislotalar nordon tuz hosil qilmaydi. Hosil qilmaydi. Ya'ni, misol uchun bizda ftarid, xloridlarni ko'rdik, bramidlar vodorod soni bitta bo'lgani uchun bir negizli dedik va yodidni ko'rdik, ha? Yokida bir negizli kislotalardan kislorodli kislotalar orasida nitratni ko'rdik, ha? Va hokazo gipoxlorid, xlorid, xlorat va perxloratlar borki, bularni demak, ular nordon tuz hosil qilmaydi. Va bitta istisno kislotamiz bor ediki, diqqat, H3PO2. Kim esida? Bu moddaning nomi nima va nima uchun buni 3 dona vodorodi bo'lsa ham bir negizli kislotalar sirasiga kirityapman. Agar videomizni kuzatayotgan o'quvchilarimiz bo'lsa, menga nima uchun bu 3 ta vodorod atomi bo'lsa ham bir negizli kislotalarga kiritayotganimni va nima uchun o'rta tuz hosil qila olmasligini menga kommentariyada albatta yozib qoldiring. Albatta javobini olasiz. Xo'p, yaxshi. Demak, bu ham bir negizli deyapmiz. Bir negizli kislota bo'lgani uchun nordon tuz hosil qilmaydi deyapmiz. Diqqat aka, e'tibor berasiz. Endi vodorodli kislota qoldig'ini yozmoqchimiz. Demak, vodorodli kislota qoldig'i. Vodorodli kislota qoldig'i. Yaxshi, e'tiborli bo'ling. Bizda demak bir negizli kislotalar nordon tuz hosil qilmaydi. Sababi mana misol uchun e'tibor bering. Xlorid kislota. Chetda onay. Xo'sh. Agar bu vodorodni chiqarib olsa, faqat xlorda o'zi qoladi. Bizga nordon tuz bo'lishi uchun biz nima dedik? Metal hamda vodorodli kislota qoldig'i dedik. Agar vodoroddan chiqib, mana bu metalga almashinishi natijasida bunda vodorod qolmayapti-yu. Vodorod qolsagina nordon tuz bo'ladi. Shuning uchun bu xlorid kislota qoldig'i bu nordon tuz hosil qila olmaydi. Lekin biz ikki negizli kislotani ajratib olamiz. Misol uchun sulfat kislota. Juda ham ko'p keladi masalalarimizda. Bu nomi sulfat kislota. Ana endi ikkita vodorod atomi bor. Agar bir donasini metalga almashtirsa, bir dona vodorod qolib ketadi. Ana shu almashingan vodorod hisobiga buni kislota qoldig'ini gidrosulfat anioni sifatida valentligini 1 deymiz. Nimaga 1 deymiz? Sababi ikkita vodorod atomi bordi, bir dona qoldi. Ya'ni bitta metal uchun joy
bo'shatdi-da bu. Ya'ni bitta vodorodni chiqarib yubordi, bitta vodorodni almashtirdi. Demak, almashtirgan vodorod bu kislota qoldig'ini valentligini ifodalaydi va nomini siz bilasiz. Agar bir dona vodorod bo'lsa nima dedik biz, yaxshilar? Agar bir dona vodorod bo'lsa gidro dedik. Va bu moddaning nomi, demak, kislota qoldig'ining nomi gidro va bu sulfat kislota qoldig'i-ku. Sulfat kislotaning qoldig'i endi gidrosulfat. Bu gidrosulfat kislota qoldig'i bo'ladi. Ya'ni HSO4-, ya'ni minusni yozmaysiz. Bu anion ko'rinishda bo'lgani uchun yozib ketishni ma'qul deb topdim. Ya'ni mavzu uchun gidrosulfat qoldiq. Endi qarang. H3PO4. Biz bilamiz buni. Fosfat kislota. Nima deb o'ylaysiz? Bundan necha xil gidro kislota qoldig'ini yaratishimiz mumkin? 3 ta vodorod atomi bor ekan. Agar uchovini ham chiqarib yuborsa, bunda vodorod qolmaydi, nordon tuz hosil qila olmay qoladi. Demak, bu maksimal 2 ta vodorod chiqarib yuborishi mumkin yoki bitta vodorodni metallga almashtirishi mumkin. Ya'ni shuning uchun bu e'tibor berasiz, 2 xil bo'lishi mumkin. Ha? 2 xil. Demak, nordon tuz uchun kislota qoldig'i yarata oladi. Ya'ni bir dona vodorodni chiqarib olsa, bunda 2 ta vodorod PO4. E'tibor bering, faqat vodorod atomida o'zgarish kuzatiladi, lekin mono kislota qoldig'ida o'zgarish kuzatilmaydi. Va buni valentligi 1 valentli bo'ladi, chunki bitta vodorodni almashtirdi. Nomi 2 ta vodorod bo'lsa nima bo'lardi? Digidro, fosfat. Digidrofosfat kislota qoldig'ini hosil qiladi va bu necha valentli bo'ladi? 1 valentli bo'lyapti. Endi agar 2 ta vodorodni chiqarib olsa, bitta vodorod qoladi va buni bitta minus qilsak, bu endi 2 ta minus bo'ladi. Nimaga? 2 ta vodorodni chiqarib yubordi va valentligi nima bo'ldi? 2 valentli bo'ldi. Va moddaning nomi gidrofosfat. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman sizlarga. Sizlar uchun bu kislota qoldig'i uchun topshiriq H4P2O7, ya'ni pirofosfat. Demak, necha xil kislota qoldig'i hosil qilinadi va ularning nomi qanday bo'ladi? Buni siz o'zingiz davom ettirib qo'yasiz. Va biz o'sha nordon tuzlar yozishga o'tamiz. Birinchi misolimiz, misol uchun. Ya'ni metal sifatida natriyni olaylik, doimgidek. Natriy kislota qoldig'iga mana bu kislota qoldig'ini olaylik. Natriy 1 valentli. Kislota qoldig'i ham nima uchun 1 valentli bo'lyapti? Biz hozirda ko'rib chiqdik. Chunki sulfat kislotada bitta vodorod chiqishida 1 valentli gidrosulfat kislota qoldig'i hosil bo'lar edi. Ikkovi ham bir xil valentli bo'lsa, indeks qo'yilmaydi. Moddaning nomi, birinchi metal nomi aytiladi, natriy. Agar valentligi o'zgaruvchan bo'lganda valentligini aytardim. Endi aytishim shart emas. Gidrosulfat. Qiyin emas, juda ham. Agar kislotani bilsangiz, juda ham oson mavzu. Ikkinchisi, demak, 2 valentli o'zgaruvchanni yozib ko'ramiz. Yana shu xrom. O'zgaruvchan valentlik. Deylik, digidrofosfat olaylik. Ha? Digidrofosfat necha valentli bo'lardi o'quvchilar? To'g'ri, 1 valentli bo'lar edi. Agar bu yerda bu 2 valentli, bu 1 valentli bo'ladigan bo'lsa, endi bu valentliklarni almashtirish kerak. Mana bu birda metal tagiga yozishim shart emas, lekin metalni valentligi kislota qoldig'iga 2 indeks bo'lib tushadi va mana bu 2 kislota qoldig'idagi har bir elementga tegishli. Bu degani vodorod soni 4 ta, fosfor soni 2 ta, kislorod soni 8 ta degani. Va umumiy atom sonini hisoblaysiz, siz birinchi qavsishni hisoblab olasiz. 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 7 kira 2 14, 14 ga 1 ni qo'shib olsangiz, mana bu xromda aynan 2 va digidro fosfati tarkibida 15 ta atom borligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi misol, 3 valentli misol yozamiz. Temir 3 valentli misol uchun gidrofosfatini yozdik. Gidrofosfati.
Xo'p, e'tibor berasiz. Diqqatli bo'lasiz. Valentligini 2 valentli deganmiz. Bu 3 valentli, bu 2 valentli. Demak, almashtirish kerak. Mana bu 2, buni ikkisi. Mana bu yerga. Buni 3i esa mana bu yerga tushadi. Moddaning nomi temir 3 gidro temir 3 gidrofosfati. To'rtinchi misol. Umuman boshqa metallar tanlaymiz. Ya'ni 4-misolga deylik, alyuminiy yoki nasllarda ko'p keladigan kaliy gidrokarbonat yoki natriy gidrokarbonat deylik. Natriy gidrokarbonat kislorodi. Natriy 1 valentli, gidrokarbonat kislorodi ham 1 valentli. Sababi karbonat kislotada 2 ta vodorod bor edi. Ikkitadan nechtasini almashtiribdi? Bittasi qolibdiki, demak bittasini almashtiribdi. Demak 1 valentli bo'ladi. Rim raqamida yozilyapti. Ikkovi ham bir xil valentli bo'lgancha indeks bo'lmaydi. Nomi natriy gidro, valentliga aytmaydi. Karbonat. Nega yoziladi? Demak, bular nordon tuzlar edi. Hurmatli o'quvchilar, davom ettiramiz. Biz keldik. Xo'p, sizlar bilan o'rta tuzlarni o'tdik, nordon tuzlarni ko'rib chiqdik. Endi asosli tuzlarga yetib kelyapmiz o'quvchilar. Demak, asosli tuzlar. 3-turi asosli tuzlar. Asosli tuzlar. E'tiborli bo'lasiz. Asosli tuzlarning boshqacha nomi gidroksotuzlar. Gidroksotuzlar. Xo'p. E'tiborli bo'ling. Umumiy formulasi metal atomi gidroksid bor. Ma'lum miqdorda bittadan 3 ta 4 tagacha va kislota qoldig'i alohida bo'ladi. Kislota qoldig'ida vodorod bo'lmaydi, lekin metal atomida gidroksid guruh bo'ladi. Va umumiy valentlikka ega bu X va bu kislota qoldig'i umumiy valentlikka ega. Mana bu kislota qoldig'ining valentligi metal va OH ga umumiy indeks bo'ladi. Metal va kislota qoldig'i gidroksid guruhda umumiy valentligi kislota qoldig'iga indeks bo'ladi. Buni hozir masalalarda misollarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, nomi birinchi bo'lib metal nomi aytiladi. Va metalni tegishli o'zini valentligi aytiladi. Metalni o'zini valentligi aytib o'tiladi. Keling, buni ham dedik. Metalni o'zini valentligi, kislota qoldig'i bilan gidroksid guruh umumiy valentligi emas, o'zini valentligi aytiladi-da. Qavsga olinadi qachonki o'zgaruvchan bo'lsa valentligi va agar gidroksid guruhlar soni bir dona bo'lsa, agar gidroksid guruhlar soni, ya'ni faqat gidroksid guruh soni 2 ta bo'lsa, gidroksid guruhlar soni 3 ta bo'lsa, trigidrokso. Va e'tibor berasiz, undan keyin kislota qoldig'i nomi aytiladi. Xo'p, diqqatli joyi bor bunda ham. Diqqat. Bir valentli metallar asosli tuz hosil qilmaydi. Nima uchun? Asosiy tuz hosil qilmaydi? Bir valentli metallarga misol uchun birinchi guruhdagi litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy deganmiz, fransiy, misol uchun kumushni ham asosan ko'proq bir valentli metal sifatida taniymiz. Ammoniy kationi ham biz bilamiz, bir valentli bo'lishi kerak. Ammoniy kationi
O'zi bu metal emaslardan tashkil topgan, lekin metalga xos kimyoviy xossaga ega bo'lgani uchun ammonikatsiyonini ham metal o'rnida foydalanamiz mavzu uchun. Xo'p, bu metallar demak asosiy tuz hosil qilmaydi. E'tiborli bo'lasiz. Endi biz nima uchun bir valentli metallar asosiy tuz hosil qilmayotganini mana ko'rib chiqamiz, o'qishda qarab turasiz. Xo'p, qarang. Bizga metal gidroksid kislota qoldig'i qanday kelib chiqadi? Ya'ni asos qoldiq to'g'rirog'i. Asos qoldiq kerak endi. Oldin kislota qoldig'ini ko'rib chiqdik. Qoldig'i. Asos qoldig'i qanday hosil bo'linadi? Ya'ni agar misol uchun natriy gidroksid deydigan bo'lsam, natriyda valentligi 1, gidroksid guruh valentligi ham 1. Agar bu natriy bitta OH-ni chiqarib olsa, bu natriy metalda gidroksid guruh qolmaydi. Ya'ni OH-ni nimaga chiqarib oladi? Bu kislota qoldig'i bilan almashtirish kerak-da. Ana shuning uchun natriy OH-ni chiqarib oladigan bo'lsa, bu faqat natriy metali, valentligi 1 bo'lib qoladi. Ha? Endi ya'ni bu hozir umumiy holatda bunda joy yo'q. Bu 0 valentli umumiy holatda. Tegishli birikmada esa valentliklari 1 bo'lsa, bu 1 valentli metal, lekin bunda gidroksid guruh yo'q. Bizga asosiy tuz bo'lish uchun gidroksid guruh bo'lish kerak. Demak, misol uchun kamida 2 valentli metal bo'lish kerak. Kalsiy gidroksid. Kalsiy 2 valentlik o'zi 2 dan umumiy mana OH sonini 2 ni ayirib olsam, umumiy 0. Bu hozir valentlik hosil qila olmaydi. Ya'ni umumiy valentlikka ega emas va 0 valentlik namoyon qiladi. Endi u bitta OH-ni chiqarib yuborsa, ya'ni kalsiy gidrokso holatga kelsa, ana endi buni valentligi, metal valentligi 2, undan 1 dan ayirsak, umumiy OH bilan birgalikda 1 valentlikni namoyon qilib qo'yadi. Va bu moddaning nomi kislota qoldig'i, asos qoldig'i nomi kalsiy, bitta OH bo'lsa nima derdik? Gidrokso derdik. Kalsiy gidrokso qoldiqni hosil qiladi. Ya'ni gidrokso qoldig'i bu. Endi unga kislota qoldig'i qo'shish orqali siz asosiy tuz hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yana misol yozishimiz mumkin. Hop. E'tiborli bo'lasiz. Misol uchun temirni 3 gidroksidini olaylik. Biz asos mavzusini o'tganmiz sizlar bilan. Temir bu yerda 3 valentli, OH soni ham 3 ta. 3 dan 3 ta ayirsak umumiy 0. Bu ya'ni bunga kislota qoldig'ini biriktirib bo'lmaydi. Agar qachon valentlik hosil qilganlik biriktirishingiz mumkin. Endi o'quvchilar qarab turasiz. Bu 3 ta OH bor. Bundan necha xil asos qoldiq yaratish mumkin? Demak, asos qoldiq, ya'ni asosiy tuz hosil qilish uchun tarkibida gidroksid guruh bo'lish kerak. Demak, 3 tadan 3-ovini ham chiqarib olsa, bu gidroksid asosiy tuz hosil qilmaydi. Demak, kamida bitta OH qolish uchun 2 ta OH-ni almashtirgan holatga kelgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, temir OH, ya'ni bitta OH-ni chiqarib olsa, temir o'zi 3 valentli. 3 dan 2 ni ayirib olsak, umumiy holatda 1 valentlikni namoyon qiladi. Ya'ni temir bilan gidroksid guruhda umumiy valentligi paydo bo'ladi. Ikkovidan bitta OH ketdi chunki. Va bu moddaning nomi, kislota asos qoldiq nomi temir. Yaxshilar. O'zini valentligiga aytiladi, umumiy valentligi emas. 3 va OH soni 2 ta bo'lsa nima deb atardik biz asos qoldiqda? Digidroksid derdik. Digidroksid. Yoki bitta OH-ni chiqarib olsa, 2 ta OH-ni chiqarib olsa. O'zi 3 valentlik. 3 tadan bitta qoldi. 3 dan 1 dan ayirsak, umumiy holatda 2 valentlikni namoyon qiladi. 2 valentlikni namoyon qiladi va bu asos qoldiqning nomi temir. Valentligi o'sha 3. Lekin OH soni bitta bo'lgani uchun gidrokso. Bu asos qoldig'i edi. Asos qoldiqlarini valentligini yozib o'tgandan, mana 2 valentli metalda bitta OH ketganining 1 valentlik asos qoldiq hosil bo'lyapti. Kalsiy gidrokso, temirda 3 gidroksidi, temir 3 valentlik edi. Temir 3 valentlik, OH soni 2 ta, ayirsam 1 valentlik, umumiy valentlikka ega. Temir 3 valentlik, OH soni bitta, ayirsam umumiy 2 valentli asos qoldiq hosil bo'lyapti. Mana biz tuzlarda misolini yozishga o'tamiz endi, xudo xolasa.
Demak, birinchi misol. Keling, biz ikki valentligini olaylik. OH soni bitta ekan. Karbonatni olaylik. Ikkisida qoldig'i sifatida karbonat. 2 dan 1 da ayirsak, umumiy valentligi bu asos qoldig'i umumiy valentligi 1 bo'ladi. Endi karbonat kisida nechta vodorod bor edi? Karbonat kisida ikkita vodorod bor edi. Mana bu yerda vodorod yo'q. Bu vodorod asos qoldiqga tegishli. Va shuning uchun bu kisida qoldig'i valentligi necha bo'ladi? 2 valentlik bo'ladi. Bu 1 valentlik, bu 2 valentlik. Demak, buni ikkisida qoldig'i valentligi bunga indeks bo'lib keladi 2. Bu esa 1 yozilishi shart emas. Bu moddaning nomi mis o'zgaruvchan bo'lgani uchun valentligi ta'kidlanadi. 2 hamda OH soni qavs tashqarisidagi 2 bo'lgani uchun degidroksid mumkin. Yo'q. OH'ni o'zi ikkita bo'lsa, keyin buni degidroksid deymiz. Lekin bu yerda OH bilan mis umumiy 2 turgani uchun buni degidroksid deyilmaydi. Bitta OH bor, gidrokso va ikkisida qoldig'i nomi karbonat. Yaxshi. Ikkinchi misol. Dedik, o'zimiz aytgan misolimiz temirda 3 valentli va OH soni dedik 2 ta qolgan. Va sulfat. Maylimi? Sulfat ikkita qoldig'i. Vodorodsiz yozaman, ikkita qoldig'ini. Temir 3, 2 ni ayirsak umumiy 1 valentli bo'ladi. Yaxshilar. Va sulfat ikkita qoldig'ini bilasiz 2 valentli. Nimaga? Chunki sulfat ikkisida ikkita vodorod atomi bor edi-da. Mana shu vodorod ikkisida qoldig'ini valentligini ifodalaydi. Endi 1 yozilmaydi, lekin 2 mana bunga umumiy tushadi. Bu degani vodorod soni 4 ta degani. Kislorod soni ham 4 ta, temir 2 ta degani. Mana bu temirda, mana bu 2 qavs ichidagi 2 ta atomga tegishli, bu 2 umumiy har bir uchoviga ham tegishli bo'ladi. Va bu moddaning nomi temir valentligiga aytiladi 3 va OH soni 2 ta bo'lyapti, dihidrokso va sulfat ikkita qoldiq bo'lgani uchun sulfat. Qarang, agar o'rniga qo'ysangiz, bu asosiy tuz ham bu darajada murakkab emas. Uchinchi misol, dedik, temirda 3 valentligi, lekin OH soni bitta qolsin va fosfat dedik, maylimi? Chunki fosfat kisida nechta vodorod bor? Bilasiz, ortofosfat kisida 3 ta vodorod atomi bor. Shuning uchun kisida qoldig'ining valentligi umumiy 3 valentlik deb namoyon qiladi. Va lekin asos qoldig'i valentligi esa 3 dan 1 da ayirsak umumiy holatda 2 valentlik deb namoyon qilyapti. Ikkovi ham qarang, qisqarmaydigan sonlar. Demak, bularni nima qilishimiz kerak? Almashtirishimiz kerak. Almashtirganda kisida qoldiq, mana 3 bu asos qoldiqqa umumiy tushadi, 3. Mana bu 2 esa kisida qoldig'iga umumiy tushadi, 2. Mana. Qarang, qiyin emas. Va moddaning nomi temir, valentligi o'sha 3 va bitta OH bo'lganligi uchun gidrokso, temir 3 gidrokso, fosfat ikkisida qoldig'i bo'lgani uchun fosfat. Mana shu yerda asosiy tuzlarning nomlanishiga ham yakun yasasak bo'laveradi. Asosiy tuzlar mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni tarkibida gidroksid guruh albatta bo'lishi shart. Gidroksid guruh bo'lmasa, bu asosiy tuz emas. Nordon tuz bo'lishi uchun vodorod atomi bo'lishi shart. Vodorod atomi bo'lmasa, nordon tuz bo'lmaydi. Endi o'rta tuzlarda nima dedik? O'rta tuzlar vodorodi ham yo'q, gidroksid guruhidan ham xoli, faqat metal hamda kislota qoldiqdan iborat. Bular o'rta tuz. Mana 3 xil siz bilan tuzlar sinfini ko'rib chiqdik. O'rta, nordon va asosli. Mana bu 3 ta sinfga doir yozma ravishdagi tuzlar nomi, formulasi, molekulyar massasini toping degan topshiriq sizda guruhga joylangan va bu topshiriqni albatta bajarish sizga qolyapti. Topshiriqni albatta kuzatib, test, tahlil, jonli efir guruhimizda albatta tahlil bo'ladi, vazifalar qabul qilinadi. O'z vaqtida bajarishga harakat qiling, o'quvchilar. Tuzlar mavzusi bo'yicha birinchi qism darsimiz shu yerda yakunlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.